Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan LibertyX brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olamiz. Do'stlar, biz mana shu brokerdan 50% gacha bonus olsak bo'ladi. Bonus olish uchun sizlar birinchi navbatda mana shu brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tgandan so'ng hisobingizda $500 gacha to'ldiradigan bo'lsangiz, sizga 50% lik bonus beriladi. Ya'ni hisobingizni $500 ga to'ldirsangiz, sizning hisobingizga ya'ni $750 bo'lib tushadi. Hozir sizlarga qanday qilib ro'yxatdan o'tishni tushuntirib o'taman. Do'stlar, ro'yxatdan o'tish havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Bu yerdan bonusingizni oling degan tugmaga bosasiz. Bosganingizdan so'ng mana birinchi qatorga elektron pochtangizni, ikkinchi qatorga parolni va telefon raqamingizni yozib, mana depozit kiritish degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olasizlar. Do'stlar, mana biz brokerdan ro'yxatdan ham o'tib oldik. Endi hozir sizlarga mana shu brokerdan qanday qilib verifikatsiyadan o'tish jarayonini tushuntirib o'taman. Do'stlar, verifikatsiyadan o'tish jarayoni juda ham oson. Buning uchun mana 3 ta nuqtaga bosishimiz kerak bo'ladi. Mana bosamiz. Bosganimizdan so'ng biz hozir mana profilimiz ustiga bosamiz. Mana profilingiz ustiga bosasiz. Bosganingizdan so'ng shaxsiy ma'lumotlarning ustiga bir marta Endi do'stlar, bu yerda hozir biz verifikatsiyadan o'tib olishimiz uchun mana shaxsiy axborotlarni tahrirlash degan tugmaga bir marta bosamiz. Va do'stlar, bu yerdan hozir o'zimizni ismimizni pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda yozamiz. Ya'ni pasportda ko'rsatilgandek yozamiz, familiyamizni ham yozamiz va bu yerga tug'ilgan oy sana, misol uchun O'zbekiston davlati qaysi viloyatdan bo'lsangiz, shu viloyatni tanlab qoldirasiz. Bu yerda pasport yoki ID kartangiz raqamini yozib, o'zgartirishlarni saqlash degan tugmani bosib, xuddi shunaqa tartibda do'stlar verifikatsiyadan o'tib olsangiz bo'ladi. Verifikatsiyadan o'tish jarayoni juda ham oson. Xuddi shunaqa tartibda verifikatsiyadan o'tib olasizlar. Do'stlar, endi hozir sizlarga hozir qanday qilib hisobimizni ya'ni MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ga qo'shishni ko'rsataman. Buning uchun do'stlar, mana yangi hisob yaratish degan tugma bor. Mana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang, sizlar misol uchun MetaTrader 4 yoki MetaTrader 5 ikkalasidan birini tanlaysiz. Misol uchun mana men MetaTrader 5 tanlayman. Bu yerda do'stlar mana biz birinchi navbatda mana real hisob tanlaymiz. Real Instant. Ya'ni birinchisini bosasiz. Bosganingizdan so'ng mana yaratish degan tugmani ustiga bir marta bosib, hozir biz yaratib olamiz va keyingi bo'limga bosamiz. Mana bosdik. Do'stlar, qarang. Endi hozir bizga misol uchun mana server nomini berdi. Bu server nomi misol uchun MetaTrader 5 ga kirgan paytda mana shu brokerda topish uchun bizga kerak bo'ladi. Buning uchun mana server nomini nusxalab olamiz. Nusxalab olgandan so'ng hozir MetaTrader 5 ga kirib olib, hisobimizni qanday qo'shishni sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, mana kirib oldik MetaTrader 5 ga. Bu yerda mana bu 3 nuqtaga bosamiz va Manage account ga bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang. Yuqoridan plus tugmasi bor. Shu tugmaga bir marta bosamiz va qarang. Mana bu joyga boyagi server nomini kiritamiz. Server nomini kiritgan paytda mana LibertyX brokeri kelib chiqadi. Mana ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar, endi login hamda parollarni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir kiritib olamiz. Do'stlar, mana bizga login parol berilgan. Misol uchun mana login solib olaman va parolni ham solib olaman. Va hozir kiritib olamiz. Do'stlar, mana kiritib oldim. Endi bir narsaga ahamiyat bering. Mana bu joy real hisobda turishi kerak, ya'ni demo bo'lmasa kerak. Mana realda turadi. Va login degan tugmani ustiga bir marta bosib, misol uchun hisobimizni kiritib olsak bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana men hisobimni MetaTrader 5 ga qo'shib oldim. Mana bizdan misol uchun ochildi. Endi bemalol misol uchun biz savdo qilib borsak bo'ladi. Do'stlar, endi hozir sizlarga qanday qilib hisobimizni to'ldirib olishni ham ko'rsatib o'taman. Hisob to'ldirish uchun bu yerda mana hamyon degan bo'lim bor. Mana shu hamyon degan bo'limiga bosamiz. Bosgandan so'ng bu yerda mana biz real hisob ustiga bir marta bosamiz va hozir sizlarga pul kiritishni qisqacha ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir hisobimizga kirib oldik. Qarang, bu yerda mana sizlar misol uchun summani yozasiz. Misol uchun $500 bo'ladigan bo'lsa, mana $500 yozasiz yoki $400 kiritmoqchi bo'lsangiz, mana ustiga bosib tahrirlab chiqasiz. Mana 400 yozasiz yoki 300, farqi yo'q. Misol uchun qancha yozadigan bo'lsangiz yoziladi. Endi bu yerda misol uchun sizlar Visa karta orqali pul kiritib olsangiz bo'ladi. Bu yerda mana Visa kartangiz raqamini hamda misol uchun karta kim nomida shuni yozasiz va bu yerda amal qilish muddati hamda mana bu yerda CVV raqami, ya'ni bu Visa kartani orqa qismida 3 talik raqam bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda depozit degan tugmani ustiga bir marta bosib kiritib olsangiz bo'ladi. Bu yerda qarang, pul kiritib olishda ham yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Misol uchun Visa karta orqali kiritsa bo'ladi yoki mana Uzcard Humo kartalari ham orqali bemalol misol uchun biz hisobimizga kiritib olsak bo'ladi, ya'ni. Endi bu yerda mana bank o'tkazmalari ham bor ekan.
bank o'tkazmalariga ham ko'rib chiqamiz. Eng yaxshisi do'stlar shu Uzcard Humo yoki nima desam bo'ladi, Visa karta orqali kiritib olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda kiritasiz, menimcha tushunib oldingiz. Do'stlar, endi pul yechib olish uchun mana mablag'larni yechib olish degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, misol uchun pullaringizni ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana pul chiqarish uchun biz hozir qo'shimcha ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. Do'stlar, men hozirgi bu videorolikda sizlarga qanday qilib ro'yxatdan o'tish haqida ko'rsatdim. Bu mening akkauntim emas, bu prosto sizlarga ro'yxatdan o'tish uchun, tushuntirish uchun kerak bo'ladigan bu qo'shimcha akkaunt sifatida hozir ko'rsatdim. Nima desam bo'ladi, meni lekin o'zimning asosiy ro'yxatdan o'tgan akkauntim bor. Shu akkauntdan misol uchun men o'zim savdo qilib boraman. Ya'ni pullarni ham misol uchun har doim chiqarib olaman. Bu faqat sizlarga videorolik uchun ko'rsatdim. Hammaga omad. Sizlar ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizlarda mana pul yechish bo'limida misol uchun ya'ni Visa karta yoki Uzcard Humo kartalar bemalol ko'rinadi. Bemalol keyin chiqarib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad do'stlar. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Barchaga omad.